Atqanboy-ku. Alo. Oshna. Islomjon. Zo'm so'sna. Yaxshi, rahmat. Mazangiz yaxshimi? Xudoga shukr, oshna. Tinchmisiz? Ha, burchatkalarıngiz ham bitib bo'ldi oshna. Kelmadingiz a? Alo. 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 Voy do'stim! Islom ho! Ye, kimlarni ko'ribdiman? Nima deb o'yladi? Qo'lni ber. Qanday o'yladim? Ha, do'stim. Jo'natib olgan burchatkalarni qo'ldan kelganicha ustalar bilan o'xshatib qo'ydi. Haqiqatda o'shni maqtaganlarcha bor ekan. Ko'rib bir o'zing bir baho berchi? Oshna, sizga yoqdimi? Yoqdi. Oshna yoqqan bo'lsa, bu burchatga hozirgi kunda Ramzan ilhomni eng sifatli 30 ga 30 seriya burchatkasi bo'ladi, do'stim. Oshna bey o'zi nomi nima? Beyin nomi do'stim Sohil. Oilaviy dam olish maskani. Senga bir yangiliklarimiz bor. Bir kirib ko'raylik-chi. Oshna o'zi beyga nima rejalarni qilding? Beyga oshna Yevro milliy taomlarni qilganmiz. Turetskiy ovqatlarimiz ham bo'ladi. Bemalol oilaviy kelib, dam olib ovqatlanib ketsang ham bo'ladi. Hamma Tailand, Italiyaga bir dam olgandan ko'ra o'zimizni va Namanganga kelib, bemalol shu yerda ovqatlanib, sohilda maza qilib dam olib ketsa ham bo'ladi, do'stim. Oshna ehtiyot ichkilik bo'lma. Yo'q, unaqa narsa bizda yo'q. Haqiqatdan ham zo'r javob qilibsan, xalqimizga foydasi tegadigan javob qilibsan, do'stim. Qo'ldan kelganicha harakat qildi oshna. Bundan tashqarida futbol maydoni, basketbol, voleybol, yosh bolalarimiz kemalarga chiqib, masa qilib suzib, sayohatlar qilishi mumkin. Hamma sharoitlarni qo'ldan kelgancha qilib qo'ydi. Xullas, barchangizni Sohil Oilaviy dam olish maskanida kutib qolamiz. kelaverasizlar.